qayn akani ortiqcha gap gapirishi, qayni singilni, qaynonani ham kurakda turmaydigan gaplarni keliniga gapirishi, bu juda ham nosog'lom muhit o'zi aslida. Lekin qarang, qadrsizlik bu insonni qalbini sekin-sekin yemiradigan, ovozsiz kirib yo'q qiladigan bir virus. Qadrsizlikda yashagan insonni ma'naviy olami parchalanishni boshlaydi. Bu shunday bir parchalanishki, ichingizdagi eng katta imorat bo'lsa ham, u qulashni boshlaydi. Va bu ko'rinmas og'ir xastalik desak ham bo'ladi. Qadrsizlikni og'rig'i shu darajada ham qiyinki, uni na operatsiya qilib tuzata olasiz, na unga bir dori-darmon bilan shifo bera olasiz. U tuyg'u insonni ichidan to'kib, yemirib tashlaydigan bir virus, dard, og'ir xastalik. Xo'p, agar siz qadrsizlikda turgan bo'lsangiz, bitta narsa esingizda bo'lsin. Kim qadrni insonlardan izlasa, ya'ni izzatni, hurmatni insonlardan izlasa, kutsa, poylasa, u xorlikka mahkumdir.